biz 900. Aka nima bo'ldi ves? Siz akalar 8 kilo vес tashladim bir oy ichida. Qiynalib yurib hozir. Raqib 500 grammga hozir urishmayman, bir narsa deb tashlayapti. Yarim kiloga? Ha. Nima qilish kerak? 3-4 soat vaqt bor dedi. Qo'ying. Barmoqda kesib tashlash kerakmi 500 gramm bilmayman. Bu sochim hozir bor-ku. Endi nima qilsa bo'ladi akalar, komment yozinglar. 4 soat vaqtim bor. Yarim kilo vес tashlashim kerak. Bilmayapsan raqib. Manada chiqdim. Ma'naya borib, Qurib bo'lgan tani. tushadi. Aka hijama qildirib yuboring. Ha, yozib qoldim. Hozir qilamiz, 500 gramm. Variantlar bo'lsa, ves tashlab ko'rganlar bo'lsa, nima qilish kerak? 2 soat vaqtimiz bor. Yarim kilo ves yo'qotish kerak, bo'lmasa jang bo'lmaydi.